himoyachilar bu yerda tahsin xatoga yo'l qo'yishi mumkin edi. Navbahorning hujumi jiddiylashyapti, zarba va gol! Lochinlar ikkinchi taym boshida Paxtakor darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'ldi. Do'stiga xalaqit beradigan o'yinchi topilmadi. Mana vaziyatni ko'ring. Hujum mana shunday rivojlandi. Olisdan zarba yo'llandi, himoyachiga to'p tegib qaytdi. Kati bu yerda pas berdi Sheriga. Zarbadan keyin Nazarov to'pni qaytardi. O'zi mana shunday juda keskinlashganda hujum. Bu yerda Usmonovning zarbasi edi. Mana bu yerda pas berib yubordi qanotga. Darvozabon o'zini ko'rsatdi. Qaytgan to'p Katiga kelib tushdi. U xotirjam zarba berdi. Xolmatovning zarbasini darvozabon qaytardi. Keyin himoyachi va darvozabon mana bu futbolchini darvozaga to'pni burishidan keyin qanchalik harakat qilmasin